qon bosimini nazorat qilish uchun ozish muhim. Inson hamma narsani o'zini me'yorida iste'mol qilishi, uni organizmning sog'lom bo'lishiga, nafaqat jismonan, balki ruhan ham sog'lom bo'lishiga katta ahamiyat ta'sir ko'rsatadi. Siz qon bosimingizni qanaqa nazorat qilasiz? Qon bosimini dorilarsiz nazorat qilishning 7 xil usuli. Nima uchun dorilarsiz nazorat qilish? Chunki xalqimiz orasida dorilarning ziyon effekti borligi to'g'risida ma'lumotlar ko'p tarqalgan. Shuning uchun shifokor tomonidan buyurilgan dorilarni o'z vaqtida qabul qilishmaydi. Ularni dozalarini o'z vaqtida o'zgartirishga yoki ko'paytirish yoki kamaytirishga e'tibor qilishmaydi. Shuni hisobga olgan holatda men hayot tarzini o'zgartirish orqali qon bosimini sezilarli ravishda tushirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar berib o'taman. Demak, shunday qilib birinchisi hammamizga mashhur bo'lgan semizlik. Semizlik inson qon bosimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi bir qancha tadqiqotlarda o'z tasdig'ini topgan. Shunga qaramasdan odamlar shu faktni bilishadi, lekin turli xil diyetalarni qisqa muddat qilib tana vaznini sezilarli ravishda tushira olishmaydi. Ma'lumot uchun 1 kilogramm tana vaznini yo'qotish inson qon bosimini 1 millimetr simob ustuniga o'rtacha tushishiga sabab bo'ladi. Bu degani, bordiyu siz 10 kilogramm yo'qotadigan bo'lsangiz, 10 millimetr simob ustuniga qon bosimingizni kamaytirishga erishishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, qon bosimini nazorat qilish uchun ozish muhim va ozish uchun turli xil diyetalar, diyetaga bag'ishlangan marafonlar ko'p, lekin bularning barchasi tavsiya qilinmaydi. Bunga sabab ular qandaydir qat'iy cheklovga asoslanganligi. Misol uchun, olmali diyetalar, kefirli diyetalar yoki bo'lmasam keto diyetalar. Bular inson organizmini qisqa muddatda turli xil sharoitlarga moslashuvchanligini tekshirish uchun yaxshi diyetalar, lekin uzoq muddatli rejalashtirilgan vazn tashlash uchun yaxshi variant emas. Chunki inson hamma narsani o'zini me'yorida iste'mol qilishi, uni organizmning sog'lom bo'lishiga, nafaqat jismonan, balki ruhan ham sog'lom bo'lishiga katta ahamiyat ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, vaznni tashlash uchun men tavsiya qiladigan asosiy narsalar bu psixolog tavsiyasi, diyetolog tavsiyasi va kerak bo'lsa endokrinolog tavsiyasi. Albatta, uchala mana shu spetsialistga ega bo'lgan shifokorlarni topish oson ish emas. Lekin agar sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, uzoq muddat davomida hayot sifatingizni yaxshi holatda saqlab qolishga intiladigan bo'lsangiz, buni topish muammo bo'lmaydi. Ikkinchi holat bu doimiy jismoniy harakat. Jismoniy harakat paytida inson organizmida NO yoki azot oksidi deb aytiladigan modda ishlab chiqariladi. Ushbu modda qon tomirlarini kengaytirib, mushaklarga ko'p qon kelishiga olib keladi. Lekin bu moddani yashash davomiyligi qisqa bo'lganligi tufayli u tezda parchalanib ketadi. Shuning uchun jismoniy harakat bajarilib o'tgandan keyin inson organizmining qon bosimi taxminan 8-10 soat davomida pastroq ko'rinishda bo'ladi. Keyin u yana oldingi holatiga qaytib qoladi. Jismoniy faollik orqali qon bosimini tushirmoqchi bo'lganlar bir haftada kamida 150 daqiqa o'rta intensivlikdagi jismoniy harakatni bajarishi tavsiya qilinadi. Bunga sabab mana shu NO molekulasini tez parchalanib ketayotganligi. Biz agar organizmimizda jismoniy harakatni ko'p bajaradigan bo'lsak, NO molekulasi ko'p chiqariladi, qon tomirlari kengayuvchanlikka moyilroq bo'ladi. Undan tashqari NO ni yallig'lanishga qarshi effekti, to'qimalarni qayta tiklanishga bo'lgan effektlari organizmning umumiy sog'lig'iga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, doimiy ravishda jismoniy aktivlik bilan shug'ullanish inson qon bosimini o'rta hisobda 11 millimetr simob ustuniga tushiradi. Demak, tana vaznini 1 kilogrammga tushirish 1 millimetrga tushirsa, jismoniy harakatdan regular rivojlanish 11 millimetr simob ustuniga tushirar ekan. Jismoniy harakatni haftada quyidagi ko'rinishda bajarish mumkin. Birinchisi, har kuni 30 daqiqadan o'rta intensivlikdagi yurish yoki velosipedda yurish, suzish kabi mashqlarni bajarish, kardio trenajyorlarda turli xil intensivlikdagi jarayonlarni bajarish. Undan tashqari tosh ko'tarish mashqlari ham haftada 2 marotaba tavsiya qilinadi. Chunki ular muskullarning massasini oshishiga, ularda qon aylanishini yaxshi bo'lishiga va sistemik qon bosimini kam bo'lishiga olib keladi. Va uchinchi holat bu haftada 3 marotaba 2 soatdan jismoniy harakatni o'rtadan yuqoriroq intensivlikda, ya'ni jismoniy harakat bajaryapsiz, sizda yengil hansirash bor va siz qisqa so'zlar bilan gaplasha olasiz.
Aynan mana shunaqangi temp asosida 2 soat davomida haftada kamida 3 marta shug'ullanish qon bosimi normal bo'lishiga, yurak qon tomir tizimini yaxshi ishlashiga va uzoq muddat turli xil kasalliklarga chalinmasligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqorida sanab o'tilgan ikki holat, ya'ni semizlikni bartaraf qilish, jismoniy harakatni, jismoniy faollikni yo'lga qo'yish bilan birga to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish qon bosimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Qon bosimida tavsiya qilinadigan diyeta bu DESH diyeta deb aytiladi va uni asosida tarkibida tuzni miqdorini kamaytirgan ovqatlarga e'tibor qilish. Ya'ni hozirgi kunda zamon rivojlanib, turli xil ovqatlanish madaniyatlarini kirib kelish natijasida odamlarning hayotida tuz iste'moli ko'payib ketdi. O'rta hisobda 9-10 gram miqdorida odam bir kun davomida tuz iste'mol qiladi. Lekin Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, insonni qon bosimi normal bo'lishi, umumiy sog'lig'i yaxshi bo'lishi uchun tuz miqdorini 5 gramdan oshmagan holatda saqlab qolish kerak. Xo'p, siz tuzni gramlab o'lchab o'tiramanmi? Uni ko'p yoki kamligini qanday bilsa bo'ladi degan savolga o'zingizni ovqatlanish uslubingizni taftish qilish orqali javob berishingiz mumkin. Misol uchun, hamma uchun normal bo'lgan ovqat siz uchun tuzi pastroq tuyulsa va siz ovqatga qo'shimcha tuz qo'shadigan bo'lsangiz, dudlangan, konservalangan polifabrikat mahsulotlarni ko'p iste'mol qilsangiz, chunki bu mahsulotlar tarkibida ko'plab miqdorda tuz bor. Tuzni nimasi ziyon desa, uni kimyoviy formulasi natriy xlor. Mana shu natriy qonga tushib, o'zi bilan suvni ushlab qoladi. Suvni ushlab qoldi deganda qonning hajmi ko'p. Bizda tomirlarni sig'imi cheklangan va shuning uchun bosim oshib ketadi. Bosim oshdi degani to'qima va organlar shikastlanishi, qon tomirlari ichki tarafdan shikastlanishi, keyinchalik tomirlarning torayib qolishi va insult, infarkt kabi xavfli holatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Angliyada o'tkazilgan tuzni miqdorini kamaytirish to'g'risidagi hukumat harakati natijasida o'tkazilgan tadqiqot davomida insult va infarkt xavfini tuz iste'molini kamaytirish orqali taxminan 25% kamaytirishga erishilgan. Bordi shu holat 2050-yilgacha davom etiladigan bo'lsa, ma'lum bir joyda yashaydigan aholi orasida taxminan 200 mingta insult va infarktni oldini olib qolish mumkinligi prognoz qilingan. Shuni e'tiborga olgan holatda siz tuz iste'molini qancha qilishingiz va iloji bo'lsa uni kamaytirishga qaratilgan metodlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun beriladigan asosiy tavsiyalar iloji boricha uyda ovqatlaning. Sababi ko'chada tayyorlanadigan ovqatlar ishtahani oshirish uchun, mijozlarni e'tiborini jalb qilish uchun ko'proq tuzlarni tarkibida saqlashi mumkin. Uyda tayyorlanadigan ovqatlar bemaza bo'lmasligi uchun tuz o'rniga turli xil ziravorlardan foydalaning. Sababi ziravorlar qon bosimini oshirishga moyil emas. Ovqat tarkibida tuzni kamaytirish bilan birga ovqatni xilma-xil bo'lishiga ham e'tibor berish kerak. Buning uchun oddiy Garvard tibbiyot maktabi taklif qilgan Garvard tarelkasini ishlatish tavsiya qilinadi. Bunda iste'mol qilinadigan likopchaning yarmida turli xil sabzavotlar va mevalar bilan to'ldirilgan bo'lishi, uning 4dan 1 qismi, ya'ni 25% qismi oqsilga boy mahsulotlar, hayvon go'shtlariga bag'ishlangan bo'lishi va yana qolgan 25% qismi esa tarkibida yog' saqlagan mahsulotlarga bag'ishlangan bo'lishi kerak bo'ladi. Asosan oqsil mahsulotlarini tanlaganda qizil go'sht o'rniga parranda mahsulotlari va qush mahsulotlarini iste'mol qilish mumkin va ular qon bosimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, qon bosimini to'g'irlash uchun qaratilgan DESH diyetaga amal qilish qon bosimini taxminan 8-10 mm simob ustuniga tushirishi aniqlangan. Demak, yuqorida sanab o'tilgan 3 ta metod orqali biz qon bosimini sezilarli tushirishimiz mumkin. Birinchisi, siz agar 10 kg ga vazn tashlay oladigan bo'lsangiz, 10 mm simob ustuniga qon bosimingiz tushadi. Ikkinchisi, doimiy ravishda jismoniy harakat qiladigan bo'lsangiz, bunda 11 mm simob ustuniga tushadi. Ya'ni qo'shadigan bo'lsa 21 mm simob ustuni. Endi DESH diyetaga ham amal qila oladigan bo'lsangiz, unda qon bosimi yana 8-10 mm simob ustuniga tushadi. Bu degani deyarli 30-31 mm simob ustuniga qon bosimini tushira olish. Demak, agar sizda hozir qon bosimingiz 150 ga 90 yoki 160 ga 100 holatlar bo'ladigan bo'lsa, 30 ni ayirib tashlaydigan bo'lsa, endi qon bosimi 120 ga 80 yoki 130 ga 90 kabi holatlarda, ya'ni допустимый, chidasa bo'ladigan holatga tushadi va bu holat sizda doimiy ravishda
dori preparatlarini qabul qilishni talab qilmaydi. Bundan tashqari, qon bosimini oshirishga effekti aniq bo'lmagan faktorlarni kamaytirish ham qon bosimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, stress. Stress hammamizning hayotimizda bor. Undan qochishning iloji yo'q. Lekin uni me'yorlashtirish orqali yana o'zimizni xotirjam his qilishimiz, bu orqali yuragimizni ishlashi, qon tomirlarimizning tonusini normal bo'lishiga erishishimiz mumkin. Stressni nazorat qilgan odam uyqusi ham yaxshi bo'lishiga e'tibor qilish kerak. Uyqu kamida 7-8 soat davomida bo'lishi qon bosimi, yurak qon tomir tizimiga, barcha organlar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yana aytganimdek, uyquning kam bo'lishi qon bosimini qanchalik oshirishi to'g'risida aniq bir ma'lumotlar yo'q. Chunki buni baholash juda ham qiyin. Va nihoyat, zararli odatlari bo'lgan odamlar, spirtli ichimlik iste'mol qiladigan yoki sigaret tarkibida nikotin saqlagan boshqa mahsulotlarni iste'mol qiladigan odamlar ham qon bosimini tushirish uchun ushbu odatlarni cheklashi, agar iloji bo'lsa, batamom to'xtatish kerak bo'ladi. Mana shu yuqorida aytib o'tilgan tavsiyalarga amal qilish orqali siz qon bosimingizni me'yorlashtirishingiz va yurak qon tomir tizimingizni uzoq muddat davomida sizga kasal bo'lmasdan xizmat qilishiga erishishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoda aytib o'tilgan tavsiyalar amal qilishga birmuncha qiyin bo'lishi mumkin. Lekin qarang, oldingizda ikkita tanlov turibdi. Birinchisi, mana shu hech qanaqangi kimyoviy preparatlarsiz qon bosimini tushirishga harakat qilish. To'g'ri, qiyin, lekin qilish mumkin. Ikkinchisi osonroq. Shifokorga borasiz, shifokor sizga dori tavsiya qiladi va shuni ichib yurasiz. Lekin siz dori ichishni ham xohlamayotgan bo'lasiz. Chunki uni yana bizning xalqimiz orasida ichim dorixonaga to'lib ketdi yoki ichim dorixona bo'lib ketdi degan noto'g'ri tushuncha bor. Mana shu ikkala holatni kombinatsiyalangan holatda qilish o'zingizni sog'lig'ingizni saqlab qolishga imkon beradi. Bordi-yu, siz o'zingizni sog'lig'ingizga befarq bo'ladigan bo'lsangiz, sizdan talab qilinadigan ishlarni qilmaydigan bo'lsangiz, albatta bu holatda shifokorlar ham, tabiblar ham sizga yordam bera olmaydi. Yuqori qon bosimidan aziyat chekadigan tanishlaringizga ushbu videoni yuboring. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.